Soy bo'yida. Muallif Zinara Mo'minova. Rassom Aslaxon Shadiqxo'jayeva. Yoz boshlandi. Bobom va buvimlarnikiga qishloqqa keldim. Bu yerda hech ham zerikmayman, chunki do'stlarim juda ko'p. Bobom har kuni echkilarni dalada o'tlatadilar. Men esa buvim bilan qolaman. Buvim menga juda ko'p ish buyuradilar. Ish qilaverib charchab ketaman. Tovuqxonadan tuxum olib kel, tomdan o'tin tashlab ber, mollariga o't solib qo'y. Bobom uyda bo'lganlarida mazza qilaman. U kishi dunyodagi eng aqlli odam. Ular bilan ko'p gaplashamiz. Bobom menga kechqurunlari ajdarholar, devlar va bo'rilar haqida hikoyalar aytib beradilar. Men esa ularga o'zim to'qigan hikoyalarni aytib beraman. Mazza. Undan ham mazzasi hikoya bahona uxlamay yotsa bo'ladi. Bugun dalaga borishim kerak ekan. Bobomga non olib boraman. Buvim nonlarni qiyiqchamga mahkam bog'lab berdilar. Nonlarni yeb qo'yma. Yo'lda har narsaga alahsima. Soy yoqalab ket. Adashib qolma, deya qayta-qayta takrorlardilar. Buvimga xo'p dedim-da, dalaga chopib ketdim. Ammo yo'lda bir lahzaga alahsigan edim, nonlarni qo'limdan tushirib yubordim. Qarasam, ular soyda suzib ketyapti. Nonlarning ortidan quvlashga tushdim. Nonlarga yetay deganimda yo'limdan bir qo'zichoq chiqib qoldi. U soyning narigi betiga o'tolmayotgan ekan. Bechora qo'zichoq tinmay marar edi. Unga yordam bermasam bo'lmaydi-ku. Qo'zichoqni qo'limga ko'tarib oldim. Soyning narigi betiga o'tkazib qo'ymoqchi bo'ldim. Nonlar mendan uzoqlashib ketayotganini ko'rib, ularni quvlab ketdim. Nonlarni tutishimga juda oz qolganida, yo'limdan bir xo'tikcha chiqib qoldi. U arqoni bilan daraxtga o'ralib qolgan ekan. Xo'tikcha baland ovozda tangrar edi. Axir unga yordam bermasam bo'lmaydi-ku. Xo'tikchani arqonidan bo'shatdim. Yaylovga qo'yib yubordim. Qarasam, nonlar mendan yanada uzoqlashib ketibdi. Ularni yana quvlashga tushdim. Ishonasizmi? Nonlarni tutdim deganimda yo'limdan bir polapon chiqib qoldi. Bechora uyasidan tushib ketgan ekan. Qo'rqib chi-chi deb yig'lar edi. Unga yordam bermasam bo'lmaydi-ku. Polaponni avaylab qo'limga oldim. Daraxtga chiqib, iniga qo'ydim. Nonlar endi umuman ko'rinmay qolgandi. Endi nima qilaman? Buvimga nima deyman? Bobomga nima olib boraman? Boshim qotdi. Soy bo'yida olmalar dumalab yotgan ekan. Olmalar? Bobomga olma olib borsam-chi? O'rnimdan irg'ib turdim-da, olmalarni etagimga terishni boshladim. Bobom uchun ularning eng pishgan va chiroylilarini terdim. Etagim olmalarga to'lib ketdi. Shu payt ne ko'z bilan ko'rayki, soyning qirog'ida, katta toshlar orasida yo'qotgan nonlarim turgan ekan. Shunday qilib, nonlar, bir etak olmalar hamda siz o'qigan yangi hikoyamni bobomga olib keldim. Tamam.